Jazira kağıttaki ölçemli tayyorlash usulini yo'llab bergan bo'lsangiz degan tordashlarning talbiga asosan darsligini yo'lladik. Yurak besib, olti raqamni ayma yo'llab qo'ying, lozim bo'lganda topaman qilsiz. Oldidan biz qo'yniki 6 qo'lni 80 gram og'irlikda chanab tayyorlaymiz. Yarim tal bosh piyozni ushoq to'g'rab tayyorlasak bo'ladi. 2 tal samsaq, az miqdorda sinjonni bir qidim o'rayotgandan keyin izish mashinasiga silib, 100 gram suv jalab, ezib talqon qilsak bo'ladi. Ezib bo'lgandan keyin buni biz dasqa to'kib tayyorlaymiz. Buniga biz 5 tal tuxumni chaqamiz. 5 tal tuxum chiqib bo'lgandan keyin tesh aralashtirib, piyozlarniki ta'mini chiqarsak bo'ladi. Yemeklik tuzdan 20 gramdan 30 gramgacha tayyorlasak bo'ladi. Veyjondan 10 gram, Jijondan 10 gram tayyorlaymiz. Yoqtirmaydiganlar ishlatmasak bo'ladi. Materiallarni to'kib bo'lgandan keyin maxsus tangshalgan Jazira kağıttaki doğrusidan 60 gram tayyorlaymiz. Ma'vu 5 kilo kağıttaki o'lchami bir qidim aralashtirib tayyorlab bo'lgandan keyin bug'doy unidan 70 gram, qo'noq unidan 70 gram tayyorlaymiz. Tashchi aralashtirib qo'yib olsak bo'ladi. Materiallarni eritib ta'mini chiqarib bo'lgandan keyin qiyamniki quyuq suyuqligi videoda ko'rishgandek holat kasb bo'ladi. Kavapniki xushpuroq ta'mni tig'ini yuqori ko'tarish uchun shang'uyda azroq biritamiz. Chanot payilgan qo'y go'shtini solamiz. Bir qatim bellab tayyorlaymiz. 2 minut to'g'izatgandan keyin jaziga esib pishirsak bo'ladi. Mo'shlanishlar to'na kavap to'rsi, zig kavap to'rsi, jazira kavap to'rsi, shir kavap to'rsi, har xil do'rxurishliq ehtiyojingiz bo'lsa, bizlar har vaqt aloqalasangiz bo'ldi. Boshpatda unidor numar va osh orqali maslahat so'rasangiz bo'ldi.